Suspenziyali dorilar haqida siz bilmagan 3 ta faktni aytaman. Qaysi birini siz bilishingizni kommentariyada yozib ketasiz. Birinchisi, suspenziyali dorilar cho'kma bo'lib qolishi. Ya'ni siz suspenziyali dorilarni dorixonalardan sotib olganingizda birinchi parashok holida bo'ladi. Unga ozgina suv qo'shganingizdan keyin yaxshilab chayqatadigan bo'lsangiz, suspenziya hosil bo'ladi. Agar uni 1-2 daqiqa tindirib qo'yadigan bo'lsangiz, yana cho'kma holatiga kelib qoladi. Ikkinchisi, dozani noto'g'ri taqsimlanishi. Qachonki siz tayyor suspenziyali dorini qanaqa saqlash sharoitidan qat'iy nazar oladigan bo'lsangiz, cho'kma hosil qilgan bo'ladi va uni yaxshilab chayqatmasdan farzandingiz yoki o'zingiz iste'mol qiladigan bo'lsangiz, noto'g'ri dozalash hosil bo'ladi. Ya'ni sizga kuchli nojo'ya ta'sir ko'rsatishi ham mumkin yoki umuman ta'sir qilmasligi ham mumkin. Bu o'z navbatida noto'g'ri davolashga olib keladi. Uchinchisi, yaroqlilik muddati. Suspenziyali dorilarni minimum 15-20 kundan, maksimum 3 oydan 6 oygacha saqlash mumkin. U ham dori turlariga qaraladi. Misol uchun antibiotiklar maksimum 15-20 kungacha saqlanadi. Og'riq qoldiruvchi ibuprofen yoki parasetamol suspenziyalari ular 3 oydan 6 oygacha saqlash mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.